Alloh taoloning ismil a'zami, eng buyuk ismi. U shunday bir ismki, u ismni o'rtaga qo'yib Allohga duo qilinar ekan, albatta ijobat bo'ladi. U ismni o'rtaga qo'yib so'ralar ekan, albatta Alloh taolo ato qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana bu ismi Alloh taoloning eng ismil a'zami deb tayinlab bizga belgilamaganlar. Toki musulmonlar Alloh taoloning hamma ismlarini o'qisin, o'rgansin, yaxshi ko'rsin va ular bilan duo qilsin. Siz muayyan holatingizda Alloh taoloning ismlaridan qaysinisiga muhtojroq bo'ladigan bo'lsangiz, shu siz uchun ismul a'zam bo'ladi. Agar siz faqir, kambag'al bo'lsangiz, Alloh taoloning Al-G'ani ismi, behojat, boy ma'nodagi ismi sizga mana shu ismul a'zam bo'ladi. Agar siz zaif, nochor bo'lib turgan bo'lsangiz, Alloh taoloning Al-Qodir ismi siz uchun ismul a'zam bo'ladi. Agar adashgan bo'lsangiz, Al-Hadi, to'g'ri yo'lga boshlovchi ismi, Al-Hadi ismi siz uchun eng ulug' ism bo'ladi. Kasalmisiz? Ash-Shafi ismi sizga ismul a'zam.